Rahmat aziz mehmonlar. Xo'sh kelibsizlar choyxonamizga, xo'sh kelibsizlar mehmonlarimiz. Eron savdo cheklash shirkati bilan E'tibor Tor savdo shaharchisi alayda qo'llagan. Shuning bilan birga Janon Pantexnik shirkati alayda talab qilgan. Tarpul shirkati bilan Shifay Yusuf shirkati strategik hamkorlashgan choy rishtisi programmamiz orqali sizlar bilan qayta yuz ko'rishganimizdan intayin xushalmiz. Kelgan qadaminglarga muborak bo'lsin. Hamda Kankuşada çaylarımızga, yani şu çayçı markadaki özlemden çaylarımda bir huzurlanıp işkeş, nazım nimetlerge bakkaş, şunun bilen birge şu Shifay Yusuf Tarpul to'g'risida, şirket to'g'risida yaxshi bir tushunchalarga ega bo'lgash, maslahatdoshlarimizninki maslahatlarini yaxshi anglagash, nag'ma navolarni yoqtirib anglagash, kulki chaqchaqlarga jo'r bo'lgash, bugungi shu programmamizningki, bugungi shu bir oylik qo'yilgan chayimizning dasturxonining kayfiyatini texnik yuqori ko'taruvchilarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Hammanglar choyga marhamat. Degan nayta alayda biz kun bo'lgandek turdi Adilka. Ma bizniki muzikant bolalarmi keldi mana bu da tember degan nima almas uch qirib bu ina. Bo'lsa bizmi savirdim xalq naqshlardan bir ishga o'zgarish bir ish kelib yetib bermamdiq ma o'taga me'morlarga bir qizg'in qarshi chiqishdi. Unda qilabda. To'g'ri deysan. O'tganda shu savirdan sen bir necha naqshlarni elpirib, hozircha g'ingshiyman shu naqshni. Bo's menga Osiyo singlimni kelibdi. Mana soch bolalarni bilgan tajriba qilibsizlar. Bir ravers bir xalq naqshlari biz shuni anglamaylikmi? Mayli. Qo'limiz ko'ksimizda chatoq yo'q. Kızılgül buraydı yazgan hatları Ömrüm petinli baktı yazgan Kızılgül buraydı yazgan hatları Seher bulbuldek telbirip yaki Kızıl gül içilgan çağdı yazgan Tan seher bulbuldek telbirip yaki İçilgan çağdı yazgan Zülgül buraydı yazgan kendini Var mıydı yaki Kızıl gül buraydı yazgan hatları Bulundu kızıl gül Var mıydı yaki Gelmezdiyen şunda hat izip dursan Küttümem bir seni öldüce takip Gelmezdiyen şunda hat izip dursan
bir seni ölgüce taki. Hikimsiz bu alem aylanır çölge. Yüzüp dur muhabbet dünyası küçük. Hikimsiz bu alem aylanır çölge. Hikimsiz alem aylanır çölge, aylanır çölge. Savdufkam, ötken kishki sandım olmuş mihmallar bilen bile otagan. Şundak. Bugün mü bana sahip kalıqın davamlıq bula kulağa aptı. Ama ben korsan oldum. Çünkü ötkendim o sizlerinin ideyalarını anlağandan keyin quvvatqaşыңlarni anlağandan keyin men şundaq bir zo'r ta'sir qildi da. Sizlar bilan adam paranglasa ham rohat his qilib qoldi ekan. Amaliy ish bor bu yerda. To'g'ri. Haqiqat. Shun qarab bundan keyin bizningki shu korxonchilarimiz, zavodlarimizningki xotirjamligini o'zi chiqaradigan bir yaxshi bir shirkat hosil bo'ldi. Menimcha bundan keyin texnik kengayib, tarmoqlashib bo'lsa guruhlashib, mukammallashib, buni adam qig'ili bo'ldi. Sizlarki yaxshi andiz bo'ldi ekan, menimcha sizlarni qo'llaydiganlar cho'qim chiqadi. Kelgusida barliq zavod, korxonalar o'zini ishlab chiqaradigan, setishni sizlarga beradigan holatga o'tish kerak-ku. Buning raqobati yo'q darajaga kelgan menimcha 100% shunday bo'ldi. Xo'sh, andasa o'zimizniki gipe kelayli. Bugun qarsam joylardan vakolatchilar bozor ochqichilik yaptı. Bunday muhim odamlar bu endi. Biz o'sha bir necha haftadan yaqin shu gaplarni aytmoqchi muqaddimiz. Sizlarni qanday qilib Tarpul shirkati bilan hamkorlashib qoldinglar? Biz bir anglab tushunib olganmiz. Salam çay rishti programmasi qadam tashrif qilgan barcha gul chiroy xonim qizlar apandilar. Men Qarqash Naya Tursungul O'sin Güzelleştirish Mulozimat cheklik shirkatining quruvchisi Tursungul xonimdan sizlarga o'tliq salom va oliy ehtiromlar. Ataqliq hurmatga sazovor akamiz Adil Mijit akamizning sog'lig'iga javob berib o'tsam, mening bu shirkat bilan hamkorlashib qilishimdagi maqsad hammamiz sog'lomlikdan ayrilmaymiz-ku. Biz sog'lomligimiz bizga intayin muhim. Sog'lomlik bo'lmasa muvaffaqiyat mangu bo'lmaydi ekan. Yana birisiga hamkorlik bo'lmasa taraqqiyotmi bo'lmaydi ekan. Shuningga shu shirkatlar, ya'ni Xinjiang Yeşil Yurt xalqaro savdo shirkati ishlab chiqargan Shipay Yusuf markasidagi, ya'ni Tarpul shirkatimiz setishni ustiga olgan, ya'ni haqiqiy qon ter bilan shu Tarpul savdo shirkatini qurib chiqqan quruvchimiz Tursuncan Tuzun Efendi'ye köp rahmetimni bildiraman. Şundaqla bu setişimiz faqat bir nayi bilan çekilinib qolmaydi. Bütün xalqimizning sog'lomligi uchun kuch chiqaramiz. Rahmat sizga. Salam çay rishti programmasiga qatnashgan barliq azizlar, hammanglarga men Qarqash Nayisidan kelgan
Tursunsa Ruzuakı'dan mehirlik salam, ali ihtiram. Ben Terpil şirketinin kurgucusu Tuzun efendim, baza açıkçının ki cınlisi, direktörü Gulnur Hanım Arzugul Malım'a erişip, hem kardeşip ticaret kılıvatkılı bir yarım yıl bop kaptı. Şu jarayanda bulanın ki o adimilik olsun, o akgünlük olsun, o sodadaki işencisi olsun, şu hem taraftan beni kayıl kılgaçka, şu içimliknin ki bazağı selinganlıkıdan, şu sağlamlık yetkizmiş cihette bir kişilik töhbemni davamlık kuşqa tirişimen, şundakla yurtumның bütün vilayetimizдің ki barlıq azizlərinin ki sağlamlık üçün yanıla tıxma əsəmni qoşumen degen ümittimen. Həmminlağı rəhmət, sizim tügüdü. Rahmat. Bayatın Əbəyevkan bileme Cevlat yenimiz işkisi oynağa itottı mı? Şunu körü ağıl buldu ki hem naitli Kaysar tırışacağımız jigitinin obrazını yaratып çıkıpsa. Gerçi senin hamdı qavatqa işlerinde yana mücümellik bozu mu? Royunu yaz. Adam roh buldukken ustazlar bak. Terbiyeli ağıl buldu. Ona da mesele yok. Yani Gülnur Hanım siz şu Terpil şirketindeki baza içiş bölümündeki direktörkensiz. Siz hem de vakaletçilerden, baza aşıkçılardan nemini kütüsüz? Sizin kütürgen ümidiniz nemiler? Bu muya nait yaxşı sual oldu. Hem de bizninki şirketninki ve meninki ortak nişanım bütün halk ammasınınki ihtiyacını bayqap durup mal setiş. İhtiyacını bayqımsak, aşqazınımız ağrı bassa, başkaya ağrı batqanға doğru belsek bu saqaymaydı. Şunun üçün birincisi xeridanın ihtiyacını bayqaş. Onundan keyin bizning şirketninki nişanı bolsa, nişanını nima deb aytaymiz şirketninki. Mushu 3 viloyatda, masalan, Xotay viloyatida bizningki tarmoq şirketimiz qurilib bo'ldi. Qashqar viloyatida, Aqsu viloyatida nihoyat tez suratda tarmoq shirkatlarimizni qurib chiqish, uningdan boshqa mush ishga urilishamayotgan, chiqish yo'lini topolmayotgan, nurg'unlagan qobiliyatli bolalarimizni yetishtirib, tarbiyalab chiqib, setish mushu so'tisiga bizningki tarbiya shirkatimizni qabul qilish. Uningdan boshqa yana mushu barliq bizga ergashgan mushtaq setishni o'z ustiga olgan bizning tarbiya shirkatimizningki setish xodimlarini Nurmuhammad muallimdek nihoyatda ilg'or idealik o'qituvchilarningki haqsiz darsi bilan ta'minlash. Hozir bizningki 10 kun o'ginib 1 kun pul topadigan davrimiz yetib keldi. Burunga o'xshash qarıqlayıcı desmesilib pul tapıdığan dəvirdən ötüb getdik. Rəhmət sizlərə. Salam, çay yarışçısı programımızda qatnaşqan barlıq mehmanlar, həmmanlarga Şinjan Bayqı Soğudu Çəkiliş şirketidən mən özüm Arzugul Hanım bulumam, şirketin qurğucusu. Həmmanlarga ulluq salamlar bolsun. Bugün şu Şinjan Şifa Yusuf Soğudu Çəkiliş şirketi bilan Terpil Soğudu Çəkiliş şirketinin həmkarlığını mübareklaş yüzüstdən şu fəaliyyətə qatnaşış üçün Xotan gəldim. Bundan keyinki mening məsləhətim biz bazağa şirket qurub məhsulat çıxarıb degəndək bazanın ehtiyacını bir to'liqlayli deb bazağa tushgili 1 yildan ortiq vaqt bo'libdi. Men shu mezgilda biz az bo'lmagan natijalarni qozondik, lekin bizning tunji qilgan ishimiz qiriq ichidagi bu vaqtdek mangduq endi. Endi men shu mezgilda bizga cho'qim bir kuchlik bo'lgan kasbiy kishilarningki lozim bo'lganligini his qildim. Shunga shu Abdurahmonjon bilan shu Tusunjon apandimni mayli Tusunjon apandim shu setish xizmatida bo'lsin, Abdurahmonjon apandim shu mahsulot qartda kasbiy bir unvoni bor kishi bo'lganligi uchun biz Şinjan Bayqı Soğudu Çəkiliş şirketi nomidan hamkorlashishni tanladik. Men endi shu ishga apandimga ergishib, o'zimning kamiyalarini to'liqlab, davomli yana bir mezgil o'g'inish sahnasida o'ginib mangmoqchi. Bir yilni joyillik qilib, men bir shirkat qurg'uchi, men bir lider bo'ldim, men cho'qim qila olayman deb joyillik qildim. Hozir his qilib yetdimki, men cho'qim yana bir mezgil o'ginib turib, o'zimni to'liqlashim kerak ekan. Shu ikki shirkat bilan men hamkorlik o'rnatib turib, shu ikki apandimdan o'rganmoqchi, shu yo'lda hammamizningki ishlari bir yaxshilik ustida bo'lsa,
natijamiz go'zal bo'lsa deb o'ylayman. Hammalarga rahmat. Nayt yaxshi gaplar bo'lyapti aka. Hamsi arliqda Osiyo adamning bir mo'ngloq naqshlaridan birani. Anglamdiq aka. Shunaqa qilaylik, shunaqa. Rahmat. Salam, çay erişisi programımızda qatnashib o'tirgan barcha aziz qiyindoshlar, do'stlar, Asiya İbrahimdan sizlarga o'tliq salam, oliy ehtirom. Bir naqsh o'rgangandim, o'zim shunchaki yaxshi ko'rib, bugun mushu so'ringa olib keldim bu naqshamni mehmonlar bilan birga o'rtoqlashsam deb mehmonlarning yoqtirib anglashni umid qilaman. Rahmat. Salam çayriş programımızda qatnaşqan barlıq karxançı ustazlar, hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Menki Baxtiyor Sidiqdan hammalarga o'tliq salam. Oliy ehtirom. Men bugun mushu Savirda akamning mush çayriş programmasida qatnaşqanimda intayin xush bo'ldim. Bugun mushu cho'ng so'ringa men o'zimning yaxshi ko'radigan naqshlarimdan bir naqshamni yeb kelgandim, shuni sizlarga taqdim etgan bo'lsam, yoqtirmaysizlarni umid qilaman. Rahmat. Körsət cəmalim məstanəyə Körsət cəmalim məstanəyə İşqındı köyən pərvanəyə İşqındı köyən Mendin tilektir, sendin icabet. Mendin tilektir, sendin icabet. Ey bağrı kattik, rahmayni gayse Ey bağrı kattik, rahmayni gayse Kılgın nazaret biçarlı Meşrep seni de geçti cahandı Meşrep seni de geçtim cahandı Başını koyup hastaneye Başını koyup hastaneye Kılgın nazar sen biçarneye Kılgın nazar biçarneye Biçarneye
программасы катнашкан həmkarlaşçılar, şirket rəhbərləri, ekran aldidagi көрермен dostlar, həmmеңларның muş vaqt xeyirlik bolsun. Qashqar Feyzvat'ın Ruzgul Hanım'dan həmmеңларga sığınıp salam. Şundaqla muşu strategiyanı yol qoyub, muşundaq yaxşı şaroitni hazırlab bergan partiya hukumatga, shirkat rahbarlariga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Shundaqla bu Terpul shirkatiniki ishlab chiqargan bu mahsulotni texnik ish baqmadim. Nemishka men Tursunjon muallimga burunmi ishinib bir markaga azavlab 100 ming qo'y to'lab shu 100 ming qo'yliq malni bir yilda setib chiqargan. Bu bir yillik setib chiqarish jarayonida nurg'un qiyinchiliklarga uchradim. Bu jarayonda setib chiqarish jarayonida menda 3 nuqtani yakunladim. Birinchidan dehqonlarningki, masalan, dehqon do'stlarning, maylish xizmatchilarningki ishonchisiga erishmasak bo'lmaydi ekan. Ham oilamizni, balalarimizga, ota-onamizga, qaynonalarimizga, mayli qo'y urug' tuqqanlarga ko'ngil bergan vaqtida boshqalar ani bizga zang silib, bizning mas'uliyatimizni o'z izlab oldi ekan. Bu nuqtada nihoyatda ko'p o'ylandim. Mush nuqtada nihoyat tirishib mahsulotni setib chiqardim. Ma shirkatninki endi bu mailni texe ish baqmadim dedim. Bizningki yoshlarning qadida cho'nglarga qaraganda yurak kesili, qon besim, ashunda ishlar bek jiq ko'payib ketib bordi. Shu munosabat bilan endi hammamizning uyda cho'nglar bor. Shu munosabat bilan mushni bir shirkat hamkorlashqisi bo'lib, shu yurtimga mush mahsulotni tunishtirib, mush Terpul shirkatininki Shipa Yusuf shirkati ishlab chiqarib, Terpul shirkatininki setish huquqini olib, mushunday yaxshi bir mahsulotni bozorga solganligiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Hammanglarga rahmat, so'zim tugdi. Adaş amay, yaman bugün seni muş teklif qilganimizga qo'shib ketdik. Yosh talablardan bosh shirkat bu talada qadamimiz davatibdi. Terpulda Terpul mu yani? Şu muşlarning terpulni anglab qo'y, tala zo'lab dalding sen. Senin pulu var ki adapma? Ha, keyin pulu var ki. Birni nim qilamdi, ama qamay qalqinma. Biz çaylı berimiz zaten. Obraz vakili bo'lsa bo'ladi juma aka Terpulga. Ha, maxsus riskangni talab qildim ha. Bir naqshiga bir ko'ylakni talab etding. Muqam yetib qolgan bo'lsan, kostyum chili qilib ketadi. Ensiraysan aka, nim degan suv ichmishimi talab ekan bu bola. Ha? Kim ko'lga aylanib ketadi bu? Sağnalarda işlesen bu lig arkadaşlar. Anlaysan da. Soğuk sağnadı mı işte talep otura gider de bu. Talagan qaraganda suluq bola o'xshaydi. Ya suluq bola. Eyzi var bu. Yaxshi talaydik kesh qilib. Sulxanisi var. Birleşib taxandan bir necha olam bu. Sizlar taxandan bir necha bataping pulxanidan bir necha olsan. Bugün çayxanamızga aka. Alaylı üzem bir çay içeyim ben. Bugün bir gün vaktimni çıkardım deb kelgan yiqi ag'inam bor. Akbar Ahmad yurayli bizni etib ta hozirgacha o'z bo'ytaq bu ag'in. O'sha ag'inamdan shu naqshidan bir bashab ketamda qayta. Bo'ldi Akbarni taklif qilaylar. Bo'ladi, rahmat yo'lan. Bugünkidek shundaq isil so'ringa chaqirganinga men o'zim iymon qilaysan. Seninglik oshxonangda. Çay rishti programımız haqiqatan bir yaxshi program bo'pti. Men o'zim shu naq maydonda o'ltirib, es qilganlarim hamda bu korxonchilarga ham ko'rarmanlarga bir yaxshi bir sahna ekan bu-chu. Shaxsan men o'zim shu shirkatlar ara cho'qim bir hamkorlik bo'lsa, anandan keyin uzunga mang'alaydiganni tag'im es qildim. Uning oldida o'zim es qildim deb yuribdi ekanman bugun. Nurmamat muallimning gapini anglab, Terpul shirkatininki g'ulluq a'zolaridan Gulnur xonimning gapini anglab,
Ben şunu his qildim. Men mi o'tirib o'ylanib qoldim. O'zimning ashta bir ortiqchiligim bo'lgan bo'lsa, masalan, bormidi debchi, men bir shirkat bilan hamkorlashib, naqsini bir yezib berib. Bir talab baqsa. Bir talab baqsa. Bugünkidek muşundaq esil so'rin qadam tashriq qilibman. Ham buningdan keyin texmo yaxshi bo'lib ketishini umid qilaman. Hamda davomli Savirdin akamningki qiziq o'xshagan chaylardan ichib mehmonlarning davomli qadam tashrif qilishini umid qilaman. Shu munosabat bilan bu yerda o'tirgan barliq aziz mehmonlarning muhabbatining mangulik bo'lishi uchun ikki shirkatningki munosabatiningki toki mukchaygichi bo'lishi uchun yurayli biz degan naqshini taqdim etgan bo'lsam. Bu shirkat bir oylik choy qo'yibdi. Shu munosabat bilan men shu ikki naqsha kelay. Birisiga yurayli bizni aytib beray, yana birisiga ham bu yerda o'tirgan mehmonlarimizning boy bayashatliq oddiy odam bo'lish uchun oddiy odam temizki naqshini taqdim etsam. Rahmat. Kamina, ininglar, naqshchi do'stinglar Akbar Ahmaddan sizlarga sevginchli salom. Bayamdan yoq shundaq cho'ng padlarni, xalq kuylarini shundaq yaxshi angladik. Hamda bir hammaylar yashganmiz. Shunda o'simi bakarek yoshlarning bir naqsini anglab baqsaq. Ama o'zimning yozgan bir naqsini aytib bersam, yurayli biz deb bir naqshi bor deb. Anglaganlar bormi? Bor, hammamiz anglagan. Anglaganlar bormi? Masalan, men bir aytib baqay. Keynimda tushirib baqanglar, bildiganlar. Aramızda qiydaş bo'lsa mayli. Bo'lmasin. Javri japa kelsa mayli. Bo'lmasin. Ey, rahmat. Rahmat, xo'sh. Qani birga etsaq, qandaq? Yurayli biz demizki naqsha. Yurayli biz degan tang aytimiz, ha? So'qdi yurak kuyishdi, sevgi kuylariga jo'r bo'lishdi. Ko'rolmasak yiroqni mayli, qadamlarimiz to'xtab qolmasin. Aramızda qiydaş bulsam, Ayrımızda bulsun. Cevri capa kelse meyle, vazgeçler bulmuşsun. Sevenliksiz insan yok o meyle, yalancılık bulmuşsun. Men vücudumni sana ataymayli, vafasızlık bulmuşsun. Yüreğli bir toy kılgıça, yüreğli biz mükçeygice. Birla fakat bana senla gerek, gap sözlerden pervayım pelek. Menzilimiz uzun bulsun mu meyli, niyetlerimiz üçün ketmesin.
Çeygüce Jüreyli biz Toy kılgıca Üteyli biz Ta ülgice Çayxandagi aziz mehmonlar, ekran oldidagi hurmatli ko'rurmanlar. Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Eran shirkati bilan E'tibor Tor savdo shartchisi alayda qo'llagan. Janon Pantexnik shirkati alayda talab qilgan. Shifo Yusuf shirkati, shundaqla Tarpul shirkati strategik hamkorlashgan choy rishtasi programmasi.